Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Mana bugungi video darsimiz fizikadan bir nechta masalalar yechamiz. Xo'p. 49-masala. O'tgan darslarda 47-48 masalani yechuvdik. Bu darsda 49 dan 55 gacha bo'lgan masalalar yechib ko'rsatamiz. 16-rasmda 49-masalada. Mana 16-rasmda sharcha harakatining stroboskopik fotosurati keltirilgan. Suratga olish tezligi 1 sekundda 50 ta ekanini bilgan holda sharchaning ABdagi mana AB qismdagi harakatining o'rtacha tezligini va C nuqtadagi oniy tezligini toping. Fotosuratda tasvirlangan gugurt qutisining haqiqiy uzunligi 50 cm, 50 mm ga teng. Yo'lning gorizontal qismidagi harakatni tekis harakat deb hisoblang. Xo'p, berilganlarni yozib olamiz. Birinchi T. Buninchi 49-masala. Berilgan, mana berilgan. T'miz 1 sekundda, enimiz 50 ta, 50 marta. Demak, bu yerda nima qilamiz birinchi? Xo'p, f ni topadigan bo'lsak, f, mana f bo'lsa t taqsim n, ya'ni 1 taqsim 50 bo'ladi. Bu 0.02 sekund. Mana bitta, xo'p, bu yerda aytib ekanligini bilgan stroboskopik fotosurat. Bitta nima qilish fotosuratni bitta kadrni olish uchun mana shuncha vaqt. Endi A bu oralikda mana bu. A bu oralikda nechta surat olingan? A bu oralikda. Mana buni misol uchun gugurt qutisi qilayotgansa, mana bu A bunisi bilan. Yana A ham mana shu gugurt qutisini ekanini bilgan holda sharchaning AB qismida harakatning o'rtacha tezligini va C nuqtada oniy tezligini toping. Demak, bu yerda AB oralikda 5 ta surat olingan bo'ladi, chunki uzunligi 50 mm. Har 10 mm da 5 tadan olingan bo'lsa, mana AB oralikda 5 ta surat olingan. Bundan kelib chiqadi T AB nimaga teng bo'ladi? 5, mana bu 5 ko'paytirilgan 1 taqsim 50. Yoki 0.1 sekund. Oniy tezlik demak 0. Keyingi nimalar? V ABdagi o'rtacha tezligi. O'rtacha tezlik 2 taqsim T ga teng. Bu ham bo'ladi 2 ko'paytiruv 50 taqsim 0.2. Bu nimaga teng bo'ladi? 1 metr taqsim sekundga teng bo'ladi. T teng 3F. Bu 0.06 sekund. S'imiz 300 ga teng. Mana. S'imiz 3S ga teng bo'ladi. V oniy tezlik demak 3S taqsim T 3 ko'paytiruv 50 taqsim 0.06. Bu 2,5 metr taqsim sekund bo'ladi. Demak, A nuqtadagi tezligi 1 metr taqsim sekund ekan.
va oniy tezlik 2,5 metr taqsim sekund ekan. Keyingi masala. Temirchilik gurzusi bilan zagotovkaga zarb berishda gurzi tormozlanayotganda tezlanish moduli jihatdan 200 metr taqsim sekund kvadratga teng edi. Xo'p. Keyin agar gurzining boshlanish tezligi 10 metr taqsim sekund bo'lsa, zarb berish qancha vaqt davom etadi deyapti. Ellik. Amiz 200 metr taqsim sekund kvadrat. Timiz bu yerda V'miz 10 metr taqsim sekundga teng. Shunda nima topishimiz kerak? Xo'p. Tini topishimiz kerak. Bizda V barobar AT degan formula bor. Boshlang'ich tezlik 0 bo'lganda shu yerdan tini topadigan bo'lsak, V taqsim A ga teng. V'miz 10, A'miz 20, demak nimaga teng? 0,05 sekund. 51-masala. 51-masalada nima deyilgan? Poyezd harakatlana boshlagandan keyin 10 sekund o'tgach 0,6 metr taqsim sekund tezlikka erishdi. Harakat boshlangandan keyin qancha vaqt o'tgach poyezdning tezligi 3 metr taqsim sekundga yetadi? 51da berilganlar yozib olamiz. T demak 10 sekund. T1 deylik shuni, T1. Xo'p, V1 0,6 metr taqsim sekund. V2miz bizda necha sekund deb yozilgan edi? 3 metr taqsim sekund. 3 metr taqsim sekund. Mana bu sekund bo'ladi. Biz topishimiz kerak T'ni. T2 ni deymiz. Bu yerda tezlanishlar bir-biriga teng. Chunki men bu yerda payqa bo'lsa, poyezd harakatlana boshlagandan keyin 10 sekund o'tgach tezlikka erishdi. Harakat boshlangandan keyin qancha vaqt o'tgach poyezdning tezligi 3 metr nima teng bo'ladi tezlanishlar. Shuning uchun men bu formuladan yuqorida A barobar V taqsim, ya'ni V1 taqsim T1 deymiz. A barobar V2 taqsim T2 dan V1 taqsim T1 V2 taqsim T2 proporsiya qilamizda bu yerda. T2 teng V2 T1 taqsim V1 yoki T2 barobar V2miz 3, T1imiz 10 sekund taqsim V1imiz 0,6. Bundan kelib chiqadi 30 da 0,6 ga yoki 300 da 6 ga yoki 50 sekund bo'ladi. Va keyingi masalamiz velosipedchi qiyalikdan pastga qarab 0,3 metr taqsim sekund tezlikda nima qilyapti? Velosipedchi qiyalikdan pastga qarab 0,3 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan harakatlanmoqda. Xo'p. Yozamiz. A berilganda 0,3 metr taqsim sekund kvadrat. Agar velosipedchining boshlang'ich tezligi 4, ya'ni V0 4 metr taqsim sekund bo'lsa, T 20 sekunddan so'ng uning tezligi qanchaga yetadi? Ya'ni buni so'rayapti. Bizda V barobar V0 plus AT degan formula bor. Shu yerdan topadigan bo'lsak,
V barobar V nolimiz 4 plus A'miz 0,3 T'miz 20 yoki 10 metr taqsim sekundga teng bo'ladi. Keyingi masala 53. 0,4 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan harakatlanayotgan avtomobilning tezligi qancha vaqtdan keyin 12 dan 20 metr taqsim sekundgacha ortadi? Bu 52 edi. Bunisi 53. 53 da berilganlar yozib olamiz. A 0,4 metr taqsim sekund kvadrat V0 12 metr taqsim sekundga teng. Boshlang'ich tezlik, oxirgi tezlik 20 metr taqsim sekundga teng. T'ni topishimiz kerak. Bunda mana shu formula, ya'ni V minus V0 taqsim A. Bundan ham teng V nimaga teng? 20 V0 12 taqsim A'miz 0,4. Bundan kelib chiqadi T'miz 84 ga bo'lsak 20 sekundga teng chiqadi. Keyingi masala 54. Avtomobil tezlashayotgan hol uchun tezlikning vaqtga bog'liqligi Vx 0,8 ta tenglama berilgan. Tezlik grafikini chizing va 5-sekund oxiridagi tezlikni toping. Buni qanday ishlaymiz? Birinchi tezlik grafikini chizib olamiz. Mana bu yerda. Bu nimaga teng? V, ya'ni metr taqsim sekund. Bunisi T, ya'ni bu sekundda berilgan. Endi bu koordinatalar boshi. Bizlar 0,8 t'ni chizib olishimiz kerak. 0,8 t deganimiz, xo'p, t'ni o'rniga 1 bersak, x 0,8 bundayroq ko'rinishda. Kelsak, mana shu ko'rinishda bu v x barobar 0,8. T'miz aytilyapti 5 sekund. Vx nimaga teng? 0,8 ni 5 ga ko'paydi. Ya'ni nima deyapti? Oxirgi 5-sekund. 5-sekundda bo'lsa mana shu ko'rinishda topiladi. Bu 4 metr taqsim sekundga teng. Tushunarli bo'lsa, keyingi masala 55. Poyezdning tezligi 20 sekunddan 72 dan 54 km taqsim soatgacha kamaydi. Tezlikning vaqtga bog'lanish formulasi Vx ni yozing va bu bog'lanish grafikini chizing. Bu 4, 55. Berilgan T 20 sekund. Yo'limiz 72 kilometr taqsim soat. Buni metr taqsim sekundga o'tkazsak 20 metr taqsim sekund bo'ladi. V'miz v desak ham bo'ladi. 54 kilometr taqsim soat. Bu bizda bo'ladi 15 metr taqsim sekund. Topishimiz kerak A ni va grafik chizishimiz kerak. A barobar bizda tayyor formula bor. V minus V0 taqsim T. Yoki borib qo'ysak 15 minus 20 taqsim 20 bu minus 0,25 metr taqsim sekund kvadrat. Bu sekinlanuvchi. Demak Vx barobar V0 plus AT.
o'rniga qo'ysak vx barobar 10 o'limiz 20 plus amiz minus 0,25 ko'paytiruv t yoki vx barobar 20 minus 0,25 tga teng. Buni grafikini chizadigan bo'lsak, grafikini chizsak nima bo'ladi bu? Mana bu demak v o'q, bu t o'q bo'ladi. V mana bu 20 bu nima bo'ladi? Sekinlanuvchan dedik. Mana bu ko'rinishda bo'ladi. Mana shu x barobar 20 minus 0,25 tni grafiki bo'ladi. Mana bugungi darsimiz mana shulardan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Agar buni men YouTube, Instagram, Facebook, internet sahifalarga joylayman. Kimda agar qiziqish paydo bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib, fizika qaysi bo'limlar tushunarsiz, qaysi masalalar men yozishlaring mumkin. O'zim onlayn fizika, matematikadan dars beraman. Lechkaga yoki kommentariyaga yozib vaqt qo'yishlaring bo'ladi. Salomat bo'linglar.